Ko'rib turgan joyinglar bu mahallalar. Mana shu har bitta eshik xonadonlar. Xonadonlarda har bittasida kamida 5 ta, 6 ta odam farzandlari bilan birgalikda bitta mana shunaqa xonadonda yashashadi. Shuni o'zida ko'payishadi ham, ovqatlanishadi ham, uxlashadi ham. Xullas, mana shunaqa holat. Xullas, mana shunaqa mahallalar. Eng katta musor zavodlar ham, musor переработка qiladigan joylar ham aynan shu Dixarabida. Bir yilda Dixarabida 1 milliard dollarlik musor переработка bo'lib sotuvga chiqariladi. Tasavvur qilishingiz uchun butun dunyo, hattoki bizning ham bozorimizdagi ayrim narsalar aynan shu mahallada ishlab chiqarilgan. İnsanlar bu yoqda kuniga 10 dollar uchun yashab kelishmoqda. Ko'chalarning torligini qaranglar. Bu joylarda mana yashab yurishibdi. Qoyilmisizlar? Videolar qiziqarli bo'lyaptimi? Keyingi qismini ko'rish uchun podpiska tugmasini bosib qo'ying. Maza qilasiz. Mana shu do'koncha. Tasavvur qilinglar, svetsiz, gazsiz, kanalizatsiyasiz, suvsiz, har xil narsalar. Qanaqa hayot bu? Voy, aka, mana shunaqa joylarda kirib yurganimizni-ku, uyga borib videoni boshidan tomosha qilasiz-ku, o'zingiz ishongingiz kelmaydi, bilasizmi? Bitta bolakay hozir bizning uyga kirgizmoqchi ekan. Kelyapmiz endi. Tavakkal qilib. Bilmadim. Where is Hans? Hello. Okay, no. Rijoim edi debdi. Yana biri bor shu mahallalarga kirib kelyapmiz. Xullas, bu yoqda na svet, na gaz, na kanalizatsiya, na suv. Hech narsa o'tmagan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bu yoqda 2,5 millionta aholi shu Dixarabi rayonida yashashadi va 2,5 millionta aholi mana shu holda, mana shunaqa uylarda, men voy onasini hamsin, nimadirlar ko'p ekan. U qanaqa kasallik yuqtirib olmasak bo'ldi bu yoqlarda. Xullas qaranglar, mana shunaqa sharoitda odamlar yashab kelishyapti. Eng tor va eng ko'p odam yashaydigan mahalla ana O'zbekiston. Kalamushlar bemalol yurishibdi. Yo. What you do? How are you? You Muslim? You Muslim? Yeah, I am Romanian. What are your name? Oh, wow, guysam. Sal boshqacha bo'larkan odam. How are you? Rostdan qo'rqishga. Chiqib ketinglar deyapti. Haydab yuborishyapti o'zi. Plus videolar yoqqan bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar. Qo'llab-quvvatlasanglar, xursand bo'lamiz. Qo'llab-quvvatlamasanglar, xafa ham bo'lmaymiz. Hamma bola uyni ko'rsaman deb ketyaptilar bu kishilar. Voy, aka ketdik, oyog'ingiz tagini qarang. Where is Anders? Aka, ketdik. Kalamush. Mana shu kalamushlar bilan odamlar yashab yurishibdi. Bo'ldi, men yetib keldim. O'zbekiston. Men suvdim bu yoqdan. O'zi shuncha kirib yurganimiz o'zi katta gap. Yo'qlar labirintda ekan. Hozir eng shu o'ylayotgan tomonim shuki, bu yoqdan qanaqa qilib chiqib ketamiz hozir. Toparmikinmiz tashqarini. Videolar qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, bir podдержка qilib, bu narsaga yozib yuboringlar kommentariyada. Boshqalarga ham tashlab qo'yinglar, ibrat bo'lsin. Odamlar qanaqa hayot kechirishayotganini ko'rishsin. Kalamushlar bir xil yurishibdi. Shu sharoitda bo'lishlaridan qat'iy nazar, mana masjidlar ham bor. Ko'chalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, rosa g'alati va rosa qo'rqinchli. Gap ochig'i qo'rqinchli. Qaranglar. Bu yoqda mana ustaxonalar, opalarimiz ovqatlar pishirishyapti, do'konlar, har xil joylar, xullas, men bo'lmasin mahallalar. Shu sharoitda odamlar yashab yurishibdi. Shaxsan meni hayotimdagi
eng qo'rqinchli ham, eng hayratlanarli ham, meni hayron qoldirgan joy bo'ldi xullas. Shundan keyin ham podpiskani bosmasangiz uyat bo'ldi.